Asal opa, qaynonam menga har kuni bolamni cho'miltirishga ruxsat bermaydi. Nima qilsam bo'ladi? O'zi cho'miltirish mumkinmi har kuni degan savollar direktimda ko'p keladi. Asosan chaqaloqlarni har kuni cho'miltirish shart emas, chunki chaqaloqlarni masalan 6 oygacha bo'lgan chaqaloqlarni tez-tez cho'miltirgan paytingizda terisi qurib ketishi mumkin. Chunki ularning terisi juda nozik va tabiiy yog' qatlamiga ega bo'ladi. Shu sababli haftada 2-3 marta cho'miltirish normal hisoblanadi. Chaqalog'ingiz tagliklarini doim almashtirib turishingiz kerak, unda yuvintirib tursangiz bo'ladi. Har kuni butunlay cho'miltirishi zaruriyati yo'q. Mana shu tagliklarni doimiy almashtirayotgan paytingizda yuvintirishingiz mumkin va chaqaloqlarni tez bichadigan joylari, ya'ni bo'yinlari, qo'ltiq sohasi, tirsak sohasini bukadigan joylarini, oyoqlarni orasini ham tez-tez yuvib turishingiz mumkin. Chunki bular bolalarga, o'sha chaqaloqlarga diskomfort chaqirishi mumkin. Birinchi o'rinda xonaning haroratiga, suvning haroratiga, yuvintirish vaqtiga va yuvintirishda ishlatilayotgan vositalarga ahamiyat qilishingiz kerak. Chunki ba'zi vositalar chaqaloqlar terisi nozik bo'lganligi sababli allergik toshmalarni yuzaga keltirishi mumkin. Chaqaloqlarni cho'miltirish paytida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni unutmang. Chaqaloq cho'miltirayotgan paytingizda hech qachon o'zini yolg'iz qoldirishingiz kerak emas. Birinchi oylarda ballonlarni ishlatmasligingiz kerak va cho'miltirishdan oldin o'sha vannani yoki tog'oralarni oldindan tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yoz kunlari bo'lsa, bemalol chaqalog'ingizni agar yangi tug'ilgan chaqaloq bo'lmasa, har kuni cho'miltirishingiz mumkin. Albatta bunda havoning harorati ham muhim rol o'ynaydi. Chunki yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kindigini ham ko'p namlamaslik kerak, chunki u bitib tushish kerak bo'ladi. Shu qoidalarga rioya qilgan holatda bemalol chaqalog'ingizni cho'miltirishingiz mumkin. Siz chaqalog'ingizni necha kunda cho'miltirasiz? Kommentariyada yozishingiz mumkin.